Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, kompaniya ta'sischilari va biznes rahbarlari. Bugun biz sizlarga O'zbekiston Iqtisodiyot Assambleyasi qoshida tashkil qilingan konglomerat dasturi haqida xabar bermoqchimiz. Bugungi raqobat sharoitida kompaniyani rivojlantirish uchun faqat yaxshi mahsulot, yaxshi ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishning o'zi yetarli emas. Kompaniyaga kapital, kuchli boshqaruv, aniq strategiya, davlat bilan tizimli muloqot, xalqaro hamkorlar, yangi bozorlar, professional jamoa va ishonchli reputatsiya kerak. Ana shu omillar bir tizimda birlashmasa, salohiyatli kompaniya ham uzoq yillar davomida o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon qila olmaydi. Shu maqsadda O'zbekiston Iqtisodiyot Assambleyasi tomonidan konglomerat dasturi tashkil etildi. Konglomerat bu oddiy maslahat yoki alohida xizmatlar to'plami emas. Bu tadbirkorni kompaniyaga, kompaniyani korporatsiyaga, korporatsiyani esa xalqaro miqyosda faoliyat yuritadigan yirik va barqaror biznes tuzilmasiga aylantirishga qaratilgan kompleks rivojlanish tizimidir. Konglomerat dasturining asosiy qiymati nimada? Birinchidan, dastur kompaniya va davlat o'rtasida professional muloqot tizimini shakllantiradi. Kompaniyaning rivojlanishi loyihalari, mavjud muammolari va strategik tashabbuslari tegishli davlat idoralariga tizimli va asoslantirilgan shaklda taqdim etiladi. Bu kompaniyaga qonuniy manfaatlarini himoya qilish, davlat dasturlari va mavjud qo'llab-quvvatlash imkoniyatlaridan foydalanish hamda turli idoralar bilan samarali hamkorlik qilishga yordam beradi. Ikkinchidan, kompaniya xalqaro moliya institutlari bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Dastur doirasida kompaniyaning investitsion profili, moliyaviy modeli, rivojlanish strategiyasi va loyihalari xalqaro standartlar asosida tayyorlanadi. Natijada kompaniya xalqaro moliya institutlari, investitsiya fondlari, banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar bilan muzokara olib borishga tayyor holatga keladi. Uchinchidan, konglomerat kompaniyaning investitsion ishonchliligini oshiradi. Investor uchun faqat g'oya yoki mahsulot yetarli emas. Investor shaffof boshqaruvni, aniq moliyaviy ko'rsatkichlarni, kuchli jamoani, bozor istiqbolini va tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini ko'rishni istaydi. Shu sababli dastur kompaniyaning investitsion qiyofasini shakllantirish, biznes rejasini takomillashtirish, taqdimot materiallarini tayyorlash va investorlar bilan to'g'ri muzokara olib borishga ko'maklashadi. To'rtinchidan, kompaniyalarga xalqaro va mahalliy strategik hamkorlarni topish imkoniyati yaratiladi. Bu qo'shma korxonalar tashkil etish, yangi texnologiyalarni jalb qilish, ishlab chiqarishni kengaytirish, xorijiy tajribani olib kirish va yangi bozorlarga chiqish imkonini beradi. Konglomerat faqat hamkorni topish bilan cheklanmaydi. Hamkorlik modeli, tomonlarning manfaatlari, mas'uliyatlari va rivojlanish istiqbollari ham puxta ishlab chiqiladi. Beshinchidan, kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasi shakllantiriladi. Ko'plab bizneslar bugungi savdo va kundalik muammolar bilan band bo'lib, 3, 5 yoki 10 yillik rivojlanish rejasiga ega emas. Konglomerat dasturi kompaniyaning qayerda turganini, qayerga borishi kerakligini va bugungi qanday resurslar orqali erishishni aniqlashga
yordam beradi. Strategiyada yangi bozorlar, ishlab chiqarish hajmi, moliyalashtirish, eksport, raqamlashtirish, kadrlar, korporativ boshqaruv va brend rivoji kabi yo'nalishlar qamrab olinadi. 6. Kompaniyaga xalqaro maslahatchilar va professional ekspertlar jalb qilinadi. Bular moliya, audit, korporativ boshqaruv, huquq, investitsiya, eksport, marketing, texnologiya va inson kapitali yo'nalishidagi mutaxassislar bo'lishi mumkin. Bu kompaniyaning xatolarini kamaytiradi, qarorlar sifatini oshiradi va rivojlanish jarayonini tezlashtiradi. 7. Kompaniya ishonchli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ekotizimiga ulanadi. Audit, konsalting, yuridik xizmat, moliyaviy tahlil, texnologiya, marketing, kadrlar tayyorlash va boshqa yo'nalishlarda tajribali hamkorlar jalb etiladi. Kompaniya har bir xizmat ko'rsatuvchini alohida qidirib, vaqt va resurs yo'qotmaydi. Unga zarur mutaxassislar yagona tizim orqali taqdim etiladi. 8. Kompaniyaning brendi, reputatsiyasi va jamoatchilikdagi mavqei kuchaytiriladi. PR va reklama faqat kompaniyani mashhur qilish uchun emas, balki unga nisbatan ishonch yaratish uchun xizmat qilishi kerak. Konglomerat doirasida kompaniyaning tarixi, mahsuloti, rahbariyati, investitsion salohiyati va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati professional tarzda yoritiladi. Bu yangi mijozlar, hamkorlar, investorlar va malakali mutaxassislarni jalb qilishga yordam beradi. 9. Kompaniyalarga O'zbekiston Iqtisodiyot Assambleyasining boshqa loyihalarida ishtirok etish imkoniyati ochiladi. Bu orqali kompaniyaga investitsiya, kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqot, eksport, xalqaro aloqalar, innovatsiya va media yo'nalishlaridagi loyihalarga integratsiya qilinadi. Ya'ni kompaniya alohida emas, balki katta iqtisodiy ekotizimning faol ishtirokchisiga aylanadi. 10. Kompaniyaning qonuniy manfaatlarini himoya qilish va muammolarini tizimli ravishda ko'rib chiqish mexanizmi yaratiladi. Bu hech qanday alohida imtiyoz yoki qonundan tashqari himoya degani emas. Bu kompaniya duch kelayotgan ma'muriy, huquqiy va tizimli masalalarni qonuniy, shaffof va institutsional tartibda tegishli tashkilotlarga olib chiqish, muloqot tashkil etish va amaliy yechimlarni izlash demakdir. Shunday qilib, konglomerat kompaniyaga alohida xizmatlar emas, balki kompleks qiymat beradi. Bu qiymat kompaniyaning ishonchliligini oshiradi. Bu qiymat investitsiyaga tayyor bo'lishdir. Bu qiymat xalqaro bozorlarga chiqishdir. Bu qiymat kuchli boshqaruv tizimini yaratishdir. Bu qiymat strategik hamkorlar, professional jamoa va yangi imkoniyatlarga ega bo'lishdir. Eng muhimi, konglomerat kompaniyaning bugungi faoliyatini emas, uning kelajakdagi qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda shunchaki ko'p kompaniyalar emas, balki kuchli milliy brendlar, barqaror korporatsiyalar va xalqaro bozorlarda raqobat qila oladigan global konglomeratlarni shakllantirishdir. Agar siz o'z kompaniyangizni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqishni, investitsiya jalb qilishni, xalqaro hamkorlar bilan ishlashni va kuchli korporativ tizim yaratishni istasangiz, sizni konglomerat dasturiga taklif etamiz. Konglomerat innovatsiya, investitsiya
va integratsiya orqali kompaniyangizni kelajakdagi qiymatini yaratuvchi tizimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.